Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga kuningiz fayzli bo'lishini tilab qolamiz. Inshaalloh bugun kechki videolarimizga obunachilarimiz uchun bir chiroyli video qilib bermoqchimiz. Inshaalloh videoni boshlab like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kuniga seshanba Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Optimchi Boburjon o'g'lasiga. Assalomu alaykum. Eldor aka zo'rmisiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Eldor aka, bormiz? Kecha ukam bilan video chiqarib o'zingizda ham ko'nglingiz to'lmadi shekilliga. Xudo bugun yangi partiya bilan o'zim yorib beraman. Narxlarni ham qo'yiladi, xudo xolasa to'ldirib qo'yganman. Tanlab olishga bonuslari bilan bo'ladi. Yo'q, lekin bonuslarni ham qilib beraman Eldor aka, ammo qo'zi emas, bu safar qo'y qo'shib beraman faqat. Qo'y beraman. Bittadan like deb bosib, kommentariyaga Boburjon gaziga bosotanga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ey, qo'y yog'onga emas. Bugun bonusni boshqacha qilamiz Eldor aka. Videoni oxirigacha ko'rib, like, kommentariyani gumbillatib turinglar. Boshladi. Xudo xolasa. Xo'p, kechagi video o'zi bomba bo'ldi. Eldor aka kecha ham ukam bilan qo'raga ham odam to'lib ketibdi lekin. Ha, inshaalloh. Xudo xolasa bugunga akalar aytildi-yu, sizlar qo'llab-quvvatlaganlardan narxi arzonidan olib kel deyishdi. Arzonidan to'ldirib qo'ydim. Kirib cherti tanlab olishadi. Eldor aka, teng bo'lib bor, qo'rani boshdan oxiriga bitta. Narxi ham bitta. Boshdan oxiriga tanlab olishi ham narxlari hamma yo'q zo'r. Yo'q. Tanlab olishadi. Mana shu qo'rani boshdan oxiriga. Yo'q, endi bular bo'g'ozmi, qisirmi? Hammasi yetuk bo'g'oz so'ldi. Bo'g'oz, xudo xolasa. Hammasi yetuk bo'g'oz so'ldi. Mana hurmatli onachilar, bular Qirg'izistonniki. Qirg'iziston Olabuqaniki. Olabuqaniki. Qora buqa deb, Olabuqa. Endi adashmovchilik bo'ladi. Mana akalar, bir boshdan ko'rsataylik. Bir boshdan ma'lumotlarni beramiz. Mana qo'ylarni ko'rib turibsizlar. Xo'p, bering endi buni ma'lumotlarni, qachon keldi, yeb ichish. Bularni o'zim kechqurunga ham emas bu. Abedda soat 1larda tushdi. Rosa 2 soatdan chiqib o'tibdi. Soat 1larda keldi Eldor aka. O'zim kechqurun kelganman, kecha kechqurun. Yem hashak bermadingizmi hali? Yo'q, yem hashak endi tayyorladik. Qarangda, o'g'irlarni ham shipir-sidirni qilib, o'zingiz kelib qoladingiz. Birolar videoni qilib, undan keyin yem hashagini beraman. Hali sinovdan o'tmagan, sinovga kun ham beraman. O'zi kelishguncha sinovdan o'tkazib olaman. Xo'p, soni nechta eng qizig'i? Soni o'zimda qoldi. Sonini bilmayman. Sonini aytmaylik. Qo'y sirap o'zi videoda ham bilinib turibdi. Bu tomonlarni ham bo'pti, bitta olib kelib. Bu taraflarni hammi ketdik mana. Bu tarafda ham bo'g'oz qo'ylar, Optim qo'ralarni hammasida Vulqon Drabilga bor ekan. Sababi eng yaxshi tanlov. Eldor aka mana bu tomonida ham qoralardan bor. Keyin bag'dan boshlaylik. Mana bayda qoralardan suyali bor. Videoda ham 30 tacha, 25 tacha qo'y bor ekan, mana. Hammasi kashdan sog'liqlarmi? Lekin o'ta yirigu bular, uzunasiga. Suyagi zo'r, chotki. Bu tomonida Edilboy so'luqlar. Ukam bilan chiqaribsizlar. Xudo xolasa oz qoldi. Mana aka. O'zim bir 35 ta 40 ta olib keldim. Kechagidan bir 10 ta qo'ygan aka Eldor aka. Bash qo'y ham yirik ekan, lekin zo'r ekan. Suyagi zo'r. Qo'ylar suyagi zo'r o'xshi. Xudo xolasa tishlarni ishtadan bularni tishini so'rashyapti o'zi. 4 tish, 6 tish qo'ylar. 4 tish, 6 tish. Ikkitadan tuqqan, 3-siga harakat xudo xolasa. Haligi juda ko'p videolarimizda endi gap so'z bilan bu esdan chiqib qoladi-da. Esdan chiqib qoladi. Hurmatli onachilar, Qo'chqor ham mana ko'rib turibsizlar, erkagidan, mujigidan deydi-ku. Qoni qaynab turganidan. Shunday. Sog'liqlar bo'lmasa yaxshilar. Birinchi u tarafdan kelaylik. Buni ham ko'rsatdik. U Eldor aka yonadi narxi. Qozon to'la ovqat. Qozon to'la sehrli qozonimiz bu. O'sha mashhur sehrli qozon. Buni hamma bilishadi. Nimaga sehrli qozon? Yana bitta aytib o'taman. Bunga bir qop yem tashlasak, 2 qop bo'lib chiqadi. Shuning uchun buni nomini o'zim shaxsan o'zim qo'yganman, sehrli qozon. Sehrli qozon. Mana akalar. Bu tarafda ham qo'ylar to'la. Bular endi qapaslarimizda ham quyonlar to'la akalar. Mana. Bo'ylarini necha bir 80 ga beraveramiz? 80 ga olishaveradi. 85 lari ham bor, 80 ga olishaversin. 80 santimetrdan deylik. Xudo xolasa soni sirop. Mana olalarni qaranglar akalar. Mana shu olapakkilardan. Juda chiroyli narsa ekan-a. Birinchi bo'lib shuni olib ketishadi, qarab turasiz. Shunday. Keyin yoshlari ham qari surulmas. Bular ham shunday, 2 ta 3 ta tuqqan qo'ylar. Purini ayting.
narxini bir joyda bittalab tanlab olishaveradi. Kimga nechta kerak bo'lsa. Boshidan oxirigacha. Qo'ra ajratmaymiz bugun. Yo'q, qo'ra ajratilmaydi. Aha, bu tarafga o'tib olasizmi? Bo'ldi. Yaxshi Quyoshga ko'rmayapsizmi? teskari qo'yapsiz. Eldor aka, narxini 3 million 600 ming so'mdan bittaga ham nechta deysa olishaveradi. 3 million 600 mingdan tanlab chertib zo'rini olishaveradi. Xohlaganlarni. Endi yana bitta eslatma. Bilganlar biladi, bizni quramiz sharti bor, aytib ketaylik. Quramiz sharti onlayn savdo yo'q. Kelib ko'rib, yoqqan tanlab olasiz. Narxlari aytilgandan o'zgarmaydi. Bitta tanlab olsa ham, 5 ta tanlab olsa ham farqi yo'q. Kelib tanlab zo'rini olsin. Dastlabkilar mutlaqo bepul O'zbekiston bo'ylab zo'rini olishdan narxi o'zgarmaydi. 3 million 600 savdoyimiz yo'q. 3 million 600 ming so'mdan dastlabkasi ham ichida ketaveradi. Xo'p, 3 million 600 ming so'mdan masalan mashq qo'ylarni bersangiz men olaveraman. Gapni ochaman. Eldor aka, buni bilasiz, haligi videoga chiqargandan keyin o'zimizning qishloqqa unday qilib sotilmaydi. Buni kelib o'zimizning obunachilarga bu. Yo'q, dangal ichida bundaqa qo'ylar ko'p akalar. 3 million 600 ming 40 ta 50 ta qo'y zo'ri chiqadi. Yo'q, endi o'shanga obunachilarimizga zichga o'tib bering. Men olaveraman, obunachilarimizga zichga o'tib bering. Narxini o'tib bo'lmaydi. Sal o'tib bering. Yo'q, men kecha nimaga tortishmadim ukangiz bilan. Baribir siz bilan bitadi ish. O'shanga ukangiz bilan tortishmadim. Juda ko'pchilik negativ ham yozdi, nimaga tortishmaysan deb. Bar hal qiladigan bu yoq bo'lgani uchun mana o'zim yo'g'idim. O'tib berasiz. Zo'r. Mana olib kelib qo'ydik-ku, to'g'ri. Xo'p, o'tib berasiz shuning uchun ham. Qo'yingiz borki, odam so'rab keladi. Eldor aka, bitta gap gapirayim. Ha? Hop. O'tmaylik shundan. Hop. 20 ta olishadi. Hop. 3 million 600 dan, 20 ta zo'rini, 10 ta 20 tadan olishadi. Bittadan qo'yib beraman. Hop, 20 taga bitta. 20 taga bitta. Endi eshitib turing. 20 taga hammani sharoit yo'q. Ana shuning uchun bitta narsa chiqarib qo'yaylik. Hop, 50 mingdan kam bo'ladi. 3 million 550 dan. 500 qolsak bu edi o'shani. O'sha gapingizni kutdim. 3 million 500. Barbaraga mana hurmatli obunachilar. 3 million 500 ming so'mdan kelib, yoqqanini tanlab olishadi. 3 million 500 ming zo'rini olishsin. Yoqqanini tanlaysizlar. Mana akalar, xudo xolasa, bichishi, aybi nuqsoni yo'q, behijolat. Tanlab olishingiz mumkin. Bemalol. Haligi bir xilga kiyim magazinlar ham bor-da, endi brendini aytmayman. Taniqli brend. Bemalol xohlagan kiyimingizni kiyib, yoqmagani shu joyiga tashlab ketishingiz imkoniyati bor o'sha magazinlarda yoki olgan narsangizni 3 kun ichida qaytarib olishi ham mumkin ular. Xuddi ana shu hamma xislat mana shu qo'rada bor ekan. Xohlaganingizni bir hafta sinab olinadi, vazratig'ida o'qib beriladi. Kelishib, vazratig'ida o'qib beramiz. Behijolat. Eldor aka, yana bitta gap. Ha? Bonuslarimiz bor dedi-ku. Hop. Like, kommentariyani ayamay bosib turishadi. Nomer chiqaryapman. 27 nomer, ha? 828 27 27 94 lik kodi bilan. Telegramda shuni Telegram bu nomerda. Telegramda silkasi turibdi, o'zimizning kanal nomi. Bobur javobdim, ha? Shunday obuna bo'lib qo'yishadi va birinchi bo'lib kelgan odamga bitta qo'y bonusimiz bor. Birinchi baraka mana shu YouTube ko'rib keldim deydi. Birinchi barakaga bitta qo'y padarik. Birinchi barakaga obuna bo'lish shart. Telegramga obuna bo'lib qo'yishadi. Birinchi barakaga bitta qo'y padarik. Bor baraka. Bunaqasi bo'lmagan. Video chiqadi. Birinchi kelib bitta olishadimi? Nechta qo'yib? Baraka deysa bitta qo'y padarik. Xo'p, akalar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar inshaalloh. Ana shu kanalga xuddi men Telegramdan yumaloq video qilib, Bobur javobdim YouTube kanaliga, Telegram kanaliga berildi deb, Masha akamizga berildi deb ana shu Telegram kanalga tashlanadi. Xudo xolasa. Akalar, YouTube Vulqon Uz kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Vulqon Uz kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar bizda, ha. YouTube'da mana Vulqon Uz obuna bo'lib qo'yinglar. Faqat shunaqa optim narxlar bizning kanalda. Inshaalloh. Men ham 200 mingta bo'lishimga ozgina qoldi. Ozgina qoldi inshaalloh. 1-2 kun qo'llab-quvvatlab yuborsa 200 mingta bo'lar ekanmiz. Inshaalloh 200 mingta bo'lsak, mendan ham bir chiroyli surpriz yangilik bor. Bo'ldi. Xuddi mana shu qo'rada aytamiz, ha. Xudo xolasa. Inshaalloh. Mana akalar. Eldor aka hammasi kashdan so'rab. Lekin qo'y dangal zo'r ekan. Mana shu qo'ra zo'r ekan. Bo'ylar 85 gacha beraveramiz, ha? 85 gacha, ha. Bemalol. 85 mana shu
85 dan oshig'i ham bor akalar. Soni bir 25 ta 20 tacha bor a. 25 ta, shunday 20 ta. Atrofida mana akalar. Ammo yelinlarni ham qarang, yelin qo'ziq. Dumba holat, etlari, hamma narsasi yaxshi. Hammasi naq bo'g'oz a. Hammasi yaqin bo'g'oz. Naq bo'g'oz mana hurmatli obunachilar. Inshaalloh Qo'raga kelmasangiz ishingiz bitmaydi baribir. Onlayn savdo yo'q. Qo'raga kelib, mana shuni olib chiq deb ko'rsatasiz, bo'lmasa o'shani tanlab chiqib ber deysiz. O'shani olib chiqib mashinangizga yuklab berishaveradi, bo'lmasa o'zlari dastavka qilib berishaveradi. Dastavkalar mutlaqo bepul. Dastavkalar bor. Nechta olsa ham, bitta olsa ham, 10 ta olsa ham Qo'radaga kelib tanlab olishlari. Bular tishlar nechtadan? Tishlari Eldoraga 4 tish, 6 tish qo'ylar. 4 tish, 6 tish qo'ylar. Ha, yilib, maydalanib, sinib, unda qo'yib ketmagan Eldoraga. Holatlari yaxshi. Kashtalar bor ekan, qora, ko'k, hamma rangidan bor, xudo xolasa. Oladigan odam bo'lsa, hammani ishi bitadi, xudo xolasa. Hammani ishi bitadi. Pulini nech pul qilamiz? Pulini kuttirmasdan aytaylik, obunachilarimiz kuttirmaylik. Eldoraga 4,5 million so'mdan kelib, yoqqanini ajratib olishuradi. 4 million 500 dan. Aha. Buni ham bitta o'tsak-chi, Boburjon. Endi hammasi ko'p so'ramayman, 100 ming so'm hammasidan bitta tashab bering. Maza qilib boqsin. Barbar ekan. 100 ming so'm. 4 million 400 mingdan donaga ham optimga ham farqi yo'q. Ko'p so'raganim yo'q, inshaalloh. Bir joyga olsa bitta padarka qo'shib beraman. Qo'y. Bugun ham bormi? Padarka qo'shib beraman. Bugun xursandman. Qo'yimiz ko'p. Inshaalloh. Siz foydaga ishlayapsizmi, yong'oq shaqqilashga ishlayapsizmi? Bizniki o'zi foyda. Xalq qo'llab-quvvatlab turibdi, o'zi bizniki foyda. Ana shunisi foyda, akalar. Oson emas. Masalan, 25 ta qo'yni olib turib, bittasini tekinga berib olish oson emas. Shuning uchun keling. Assalomu alaykum. Shunaqa Polvon, savdogarlarni qo'llab-quvvatlab turasizlar mana. Mehmonlarimiz ham kelishdi. Bu tarafga o'tdingmi? U tomoniga o'tdik. Ketdik-a bo'lmasa. Akalar, mana tepa qo'ramizga ham o'tib oldik. Xudo xolasa bu partiyamizda polni hammasi tilla ranglaridan. Hammasi tilla ranglaridan. Inshaalloh sochda ham shu tilla bahosida sotinglar, hurmatli. Dilbaylaridan. Ha. Qo'ylar narxi, yeb ichishi hamma yo'q sinovdan o'tgan. Narxi ham arzon. Eldorak. Undaqa 5 million, 5,5 million undaqa emas. Bo'ylari 85 gacha. Bo'ylari yo'q, 90 dan ham o'tadi. 90 dan o'tadimi? O'tadigani bor, ha. 90 dan ham o'tadigani bor. Endi buni 85 ga olsin bo'pti. 85 da. 85 ga olsin bo'pti. Quyuq suyuqda. Buni qo'yilasiz 90 chiqadi mana shu qo'y. 90 bemalol chiqadi, lekin quyuq suyug'ini hisobiga 85 da. 85 ga olishaveradi. Narxini aytaylik, kuttirmaylik. Narxini kecha ukam bilan ham chiqargan ekansiz, Eldor aka. Xuddi ana shu narxdan bularni ham qo'yib beraman. Yangi partiya ham undaqasi yo'q. 4 million 800 mingdan ketaveradi. 4 million 800 dan. Aha. Qo'ylar yeriga ham kelibdi. Masalan, kechagidan ancha farq qilyapti. Ancha farq. Bundan ham o'tib bering bo'pti. Bitta mashina partiyadan ham bitta yoring, maza qilib olsin. 100 mingdan kam. Barbar ekan. 4 million 700 mingdan. Hurmatli obunachilar. Mana. Ammo like, kommentariyani yorib turishadi. Hisob emas, yorishmasa. Yo'q, yorishmasa hisob emas. Xo'sh, mana akalar. Eldor aka. Bayda bo'lsa bir 35 ta 40 ta sog'lig'im bor. Bir joyga oldim deganiga ikkita qo'y qo'shib beraman. Bunaqa so'g'ay gap. Barbar. Yo'q, og'izda aytib qo'yish emas. Yo, endi men birasi deganim yo'q, men soppa sog'lom, qo'llanyapman deganim yo'q. Bizda gapirilgan gap otilgan o'q. Xuddi shunday. Xudo xolasa u ikkita qo'y padarka. Mayda chuydasi yo'q. Nima dedingiz? Buni og'izda aytib qo'yish emas. Yo'q, yondi. Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa birma-bir tashab turamiz. Yondi. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar bugun ham berganman. Kelgan bo'yimcha mana shu yerda Andijon Chinobodga ketdi. Faqat qo'y tarqatyapman. Videosini qardi, videosini kim oldi? Tashab, Telegram kanalga sirasi tashlaymiz. Bitta padarka bo'ldi. Akalar, xudo xolasa qo'ylar sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. 10 bitta qo'yim bor. Hammasini padarkaga qo'shib beraman. Gap yo'q. Ammo qo'y qo'zi emas. Aytyapman-ku, akalar, u shaqqilashga ishlayaptimi deyman. Yo'q, Eldor aka, hozir xursandchilikdan u obunachilar qo'llab-quvvatlab gaziga bosib tursa bo'ldi. Yo'q, lekin o'tgan safargi videoyimizga 3000 ta like bo'pti. 3000 ta like bo'pti. Bittadan like-ni bosib, qizartirib kommentariyaga Boburjon maqtovyorlik kiramiz. Otangga rahmat, gaziga bos deb tursa bo'ldi. Xudo xolasa. Akalar, ko'rdilaring, narx-navosini aytdik, hammasini to'liq ma'lumotini berdik. Endi shu shartki, qo'raga kelib ko'rishingiz shart, bo'lmasa ishingiz bitmaydi. Bitmaydi. Xo'p, dastavkalari qayerdan kelgan bo'lsangiz, ana shu yergacha. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. O'zingiz kelgan viloyatingizga dastavkalarni qilib beriladi, faqat qo'raga kelishingiz shart. Xuddi shunday. Videomizni mana shu yerda yakunlaymiz.
Videomizni oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan, qo'llab-quvvatlayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat hammaga.